Ertaga oxir zamon bo'lganda bugun nima qilgan bo'lardingiz? Koreyaga tardadim. Maqsadlar noto'g'rida, andozalar noto'g'ri, metrlar buzilgan, kilolar, grammlar, tarozilar buzilgan. Shuning uchun odamlarda hech ham hisob-kitob to'g'ri chiqmayapti. Juda ko'pchilikka chiqmayapti, chunki maqsad noto'g'rida. Ertaga oxir zamon bo'lganda bugun nima qilgan bo'lardingiz? Koreyaga tardadim. Maqsadlar noto'g'rida, andozalar noto'g'ri, metrlar buzilgan, kilolar, grammlar, tarozilar buzilgan. Shuning uchun odamlarda hech ham hisob-kitob to'g'ri chiqmayapti. Juda ko'pchilikka chiqmayapti, chunki maqsad noto'g'rida. Ertaga oxir zamon bo'lganda bugun nima qilgan bo'lardingiz? Koreyaga tardadim. Maqsadlar noto'g'rida, andozalar noto'g'ri, metrlar buzilgan, kilolar, grammlar, tarozilar buzilgan. Shuning uchun odamlarda hech ham hisob-kitob to'g'ri chiqmayapti. Juda ko'pchilikka chiqmayapti, chunki maqsad noto'g'rida.